وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kambag'al kim u? İctimai jamiyatda boy va kambag'alning mavjud bo'lishligi hikmat nima? Yo'qsullikning turlari qaysi? O'rinliq sababidan kelib chiqqan yo'qsullik nimalardan iborat? Taqdirdagi yo'qsullikning ma'nosi nima? Barliq pul-milni sadaq qilib o'tish yaxshi ko'rilamdi. Islom dini musulmonlarni faqirlikqa rag'batlantiramdi. Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin ves salatu vesselamu ala rasulihil amin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Dünyanın her qaysı joylaridagi ko'rilman qarindoshlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz Allohning yordami bilan huquq va majburiyat nomli programmamizning 15-bölümini sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini huquq va majburiyat nomli suhbatimizning doimlik mehmoni ustoz Muhammad Ali bilan bir araya keldik. Suhbatimizning bu bölümida faqir miskinlarga islomiy axloq bilan muomala qilish to'g'risida to'xtalamiz. Assalomu alaykum ustoz Muhammad Ali. Va alaykum assalom. Bugungi suhbatimiz faqir miskinlarga islomiy axloq bilan muomala qilish to'g'risida bo'ladi. Savolimizga muqaddima shaklida bir kirsak, suhbatimizga muqaddima shaklida kirsak, kambag'al kim u? Bu vaqtda diniy nuqtadan chiqish qilib turib to'xtalib o'tgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man vala amma ba'du. Ameliyatda kambag'allik boylik masalasini agar o'zimizni Allohning oldida deb turib his qilgan vaqtimizda kambag'allik emas, boylik emas. Ameliyatda bizning eng ehtiyojli narsamiz. O vaqtida yaxshi amal oldu va bu dunyoga kelishdagi tubki maqsadimiz bo'lgan bir vazifamiz oldu. Ya'ni Musa alayhisolamning qissasida bir hikoya va Sura Qasasninki 24-oyatida Musa alayhisolam Şuayb alayhisolamning ikki qiziga yordamlashib mallarını sug'urib bo'lgandan keyin manda bir so'zni qilgan. Faqala robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Yani ameliyatda inson o'zining dunyoga kelishdagi bir maqsadi va bir illat, bir sabab bo'ladi. O olsa-mu Sura Nahl'ning 32-oyatida, Sura Mu'minunning 99 ve 100-oyatlarida bayon qilinadi. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yani sizler qilgan yaxshi ishlaringlar sababidan jannatga kiringlar. Qiyomatga borgandan keyin, oxiratga borgandan keyin tunji insonning asaydigan bir ishi bor. Robbirji'uni la'alli a'malu salihan. Meni qaytarsanglar yaxshi qilasam. Yani inson avval o'zining bu dunyoga nima uchun yaratilganligini bilganida, bu dunyoning xarakterining nima ekanligini bilganida va bu dunyodan ketgandan keyin o'zini saqlayotgan ya cennet, asman ziminchi kenarlikdagi cennet yoki dahshatlik do'zaxning borligini bilganida, ondan keyin o'zini shu asosda men Allohning shu an oldiman. Allah mening her işimlerini ko'rib turadi. Bütün işlerimni Allah o'rinlashtiradi. Bu dünya menga nisbatan imtihon dunyosi deb qaraganida boylik emas, kambag'allik emas. Balki boyning boyligi, kambag'alligi shu insonga berilgan imtihon qog'ozi. Dunyoda inson o'xshamagan bir shaklda yashaydi. Her türlü insonlar var. Bazılarının imtihan qog'ozi deganimizdek boylik bo'ladi. Bazılarının imtihan qog'ozi nima bo'ladi? Kambag'allik bo'ladi. Masalan, kambag'allik desak, kambag'allikning imtihan qog'ozidan o'tadigan ish nima bo'lsa, inson
şununğa qana qılsa, səvr qılsa, yəni çidisa. Bu hazır sizler bayağı qıvatqa iş mesela ictimai cemiyette bay ve kembalın boluşidiki hikmet dep düşünsek bolar. Hikmetleri şunun içinden bayan qılındı mening sözümün içinden. Yəni məsələn bay özünün baylıqıga, kembag'al özünün kembag'alligiga sabr qilsa, iffetlik bo'lsa, yani özünün kişilikini, izzetini, obro'yini saqlasa, kembag'al özünün bu imtihanidan o'tgan bo'ladi. Manda bir asar var. Kim bir bayning qishida o'tirib, özünün acizliğini, kembag'alligini şununğa ko'rsatsa, yani bichora ko'ransa, şunun biremiki degan tama bilan özünün adamiyligini chatnasa, onun dininin 2/3 ketib qoldi degan bir asar var. Ama şuna o'xshagan nayt ko'p asarlar var. Amaliyotda kambag'alninki imtihondan o'tdi degan vaqtdagi ijobiy sifatlardan birisi o'zining izzetini saqlash. Chunki u bir odam. Baydan hech farqi yo'q. Buni qanoatga bog'lab tushunsak. O'zining qanoatiga bog'lab. Yani Allah munosabatlik. Yani oldimda Alloh bashu an degan bir hissiyatda bo'lgan vaqtida kambag'alning oldida bay o'zini hech farqsiz bir inson. Hech farqsiz. Yani kambag'alning bu yerdagi ijobiy sifatlardan birisi nima? İzzeti, o'zining sharafi va iffati. Başqalarının nəsiga ko'z qirini qanday qilmoq. Bu ajoyib bir cho'ng bir nima bu? Alohidlik bu. İnsandagi cho'ng bir qanoat. Agar bir kishi mashta bir kambag'allik bilan sinilibdi dunyoda, ya'ni kambag'al bo'lib qolibdi, hech kimning kambag'al bo'lg'isi yo'q. Bu imtihondan o'tibdi. Va yana bir kishi boylik bilan sinilibdi. İmtihon qog'ozi uning mol dunyosi ekan. Ammo u o'tolmabdi o'zining shu imtihonidan. Baylıqı tüpeyledin mutakabbirlik qıptı. Kambag'allarni o pul mollardagi haq huquqlardan mahrum qilib, chunki insonga berilgan har imkoniyatning bir vazifasi bor. İnson o'zidagi imkoniyatlar bilan boy. Bir-birliklarning puli bo'ladi, bir-birliklarning bilimi bo'ladi, bir-birliklarning huquqi bo'ladi, bir-birliklarning nufuzi bo'ladi, bir-birliklarning yuz obro'yi bo'ladi. İnsondagi har bir imtiyoz, har bir imkoniyat insonga nisbatan bir sinoq. Ve o bu imkaniyetinin bir maqsadi var, bir haqqi var. Eğer şu maqsad ado qilinmasa, şu haqqi ado qilinmasa, o kishi onundan o'tolmaydi. Baymi şu. Onun pul meli, onun nisbatan imtihon qog'ozi. Eğer imtihon qog'ozi javobni to'g'ri yozmasa, deganimizdek mutakabbirlikdan saqlanmasa, boshqalarning, kambag'allarning bu mol dunyodagi, bu puldagi haqlaridan mahrum qo'ysa, pul mollarini yaxshi yo'llarga sarf qilg'ili unumisa yoki sarf qildi deyilsa, isrof qilib, buzib qana qilsa, chassa. U garchi ma'lum mazgil eng go'zal bir hayot yashagandek, go'zal uyda o'tgandek, oliy mashinalarni qana qilgandek, mingandek, paravan bir turmush yashagandek qilgan bilan buning oqibati boradigan nim bo'ladi, davsa qiladi. Endi mushu ishki nuqtadan aytgan vaqtda boylik dünyada bizning ko'zimizga bayliq ko'rinayotgan bayliq va dunyoda ko'zimizga ko'rinayotgan kambag'allik Alloh bizning oldimizda bor. Men Allohning bandasi, ma baymi Allohning bandasi deb ikki kishi o'zini Allohning oldida deb his qilgan vaqtda hech qanday bayliq va kambag'allik emas. Amaliyotda haqiqiy bayliq nima desa, biz bayatın degandek insonning dunyodan imtihon qilinib o'tadigan va bu o'tgandan keyin boradigan bir yeri bor. Shu yerga bağa vaqtda lozim bo'ladigan narsalarning o insonda qanchalik to'planganligi. Ya'ni buni texmi aniqroq desak, yaxshi ishlarininki, kishilarga manfaatli qilgan ishlarininki, o'zining diniga, millatiga, vataniga qo'shgan to'hfasininki ko'pligi bu odamning boynamroqligini qanaqadir o'lchaydi. Ali radhiyallohu anhuning bir gapi bor. İnsan özünün aqli bilan o'ylanib baxsun. Allah Peygamber aleyhisselam'a mal dünya bermedi. Allah'ın Resulullah'a mal dünya bermegenligi Resulullah'ni hurmatlaganligi mi? Yoki Resulullah'a ahanet qilganligi mi? Hurmatli desang, tex yolg'onchi bo'lsa. Ahanet qil desang, tex yolg'onchi bo'lsa. Demek mesele nima desa, mal dünyanın birleşi
yoki birilmasligi bir odamning e'tibori, darajasi u odamninki hech nimasini belgilamaydi. U faqat insonning qo'liga birilgan bir nima imtihon qog'ozi. No'g'anikin haqiqiy boylik amaliyotda inson o'zining kimligini tushunish, dunyoga nima uchun kelganligini tushunish, vazifasining nima ekanligini tushunish va kelgusiga bo'lgan hozirliklarini obdan qilib olish. Ya'ni buni texma bir tushunishga ifodasak qalb boyligi. İnsan şuloqlarni tushungan vaqtda xotirjam bo'ladi. Qalb boy bo'lgan vaqtida, ya'ni iymoniy boylik ega bo'lgan vaqtda qanoat shaklida. Janob Alloh subhanahu va taolo menga mash boylikni ato qilibdi, men buni sarf qila olishimni Janob Alloh bilganlik uchun ato qilibdi deb tushunish, kambag'almi? Meni kambag'al qilib qo'yishida Janob Alloh o'zi biladi. Alhamdulillah buningda mening dunyo va oxiratlikim uchun bir yaxshilik bor deb tushunish. Har ishda bir hikmat bor. Meni Alloh urunlashtirdi bu hayotda. Mening ishlarimni Alloh oldin Alloh qana qilgan, bekitgan, urunlashtirgan degan bir tuyg'uga kelish qalb xotirjamligi. Shu vaqtda hech kim o'zining boyog'anligi uchun yo'ldan chiqmaydi. Chunki u uning boyligining Alloh tarafidan berilganligini biladi. Boyligining bir vazifasi borligini biladi. Bekor berilmaganligini biladi, mutakabbirlashmaydi. Va kambag'al shu nuqtadan yo'ldan chiqmaydi. Agar kambag'al ashta bir tuyg'uga ega bo'lmaganida, shunda bir e'tiqodga ega bo'lmaganida, o'zining kambag'alligi buning birinchi tatadigan azob bo'ladi. İç açık oldu, hasretlandı. İkincisi başkalarına hasret qilishga başlaydı. Üçüncüsü başkalarının qo'lidagiga ko'rsatishga başlaydı. Bu eşip bir oxirida g'ayri mashru yo'llardan o'zining kambag'alligini yo'qotishni o'ylaydigan bir holat shakllanadi. İnsanning hayoti shuni bilan buziladi. Shu demak, kambag'alning kambag'alligi bunga nisbatan bir imtihon sanaq. Onun yazışıqı tegishli cevapları var. Doğru yazış gerek. Bayının baylığı mı? Hem imtihan sınıqı. Bunu doğru. Yani insanla Allah subhanahu wa ta'ala öz had hududu da izzetini, şerefini saklayan bir şekilde yaşasın deydi. Pesleşme davatıdır. İnnallaha yuhibbu ma'aliyel umur. Tebrani rivayet kılgan eser. Yani Allah bunda pes olmagan, pes deyimiz o açar işlerini. Yani yüksek, güzel, bunda bir xil, deyimiz şereflik, manda işlerini yaxşı görürdü. Yani insan özünü yüksek tutuş gerek. Kambag'al adam mı? Yani yüksek tutuş degen bundan tekabburluk çıkmaydı. Tekabburluk çıkmaydı tabi. Yani özünün izzetini saklaş gerek. İzzetini saklaş gerek. Bay, bana Allah bu mal dünyanı Allah bədi degen vakitte bir izzet tapıdı. Şundan. Kambag'al men Allah'ın bendesimen. Mening her halim Allah'a nima ait. Allah'ım ba hech narsani qo'rqmayman desa, boshqalarning qo'lidagiga ko'z solmasa, bu vaqtda bu kambag'aldan bir nim paydo bo'ladi, bir izzat paydo bo'ladi. Yani odimiylikka saqlanadi. Islom hargiz insonning qanday qilib ketmasligini, to'g'ri darajaga tushib ketmasligini, tushib ketishini xohlamaydi. Ammo mana bunda bir nuqta bizning qarindoshlarimizning kallasiga kirib olgan bir xato nuqta bor. Hayotdagi utuq ve hayotdagi nijotlik ikki ish bor. İnsan utuq qozonishi mumkin hayotda. Utuq deganimiz bir kasb qiladi, bir tijorat qiladi, egalik tiklaydi, uy oladi, mashina oladi. Mana hayotdagi bir utuq deymiz endi. Chunki insonning bir hedefi bor. Hedef, nishon bo'ladi. Har qanday insonda çoğun olsun, küçük olsun, dünyalık olsun, ahiretlik olsun bir hedef oldu insandaki bir nişan oldu. Biz kişinin hareketinin şu insanın şu hedefine qarab ep ketayotganligini his qilamiz. Çünkü insan o'zi bilmagan asosda tefekkürü şu hedefi tarafga qarab tefekkür qiladi. Bununla qarab kallasi şu hedef tarafga qarab ishlaydi. Putqili hedef tarafga qarab qanday qiladi? Hareket qiladi. Mush asosda ba'zilarning dunyoda ma'lum maqsadlarga yetganligini ko'ramiz. Buni biz hayotdagi utuq deb ataymiz. Ammo insonning nijotligi yo'q, bu u hayotdagi utuq bilan belgilanmaydi. Nimishqa? Dedik biz bayatdan. İnsan avval dunyodagi o'rnini tushunish kerak. Men kim degan nuqtani tushunish kerak. Ne ketyapman degan nuqtani tushunish kerak. Mush nuqtani tushungan vaqtda ondan keyin mening asli nishonim ve bu dünyadan ötken vakitte hazırlaşka tegishlik bir kısım işlerim hazırlandı mı
yo'qmi, buningga qarash kerak. Agar shular hazırlangan bo'lsa, bu odam nijot topadi. Ammo hazırlanmagan bo'lsa, hayotdagi har qancha utuq qozonib ketsin, bu odamning ahvoli boshqacha bo'ladi. Shu Qur'oni Karimda shu utuq nijot topquchilar ifodasini Qur'oni Karimda muflihun ifodasi bilan qo'llanildi. Ulaika humul muflihun. Ko'p hollarda uni qilgan odam, buni qilgan odam, unda odam, unda odam muflihun. Muflihun iboratini Qur'on tarjima qilgan ustozlarimiz shu nijot topquchilar deb tarjima qiladilar. Biz shu tushunishga olsun shu nijot topquchilar deb tarjima qilamiz. Amaliyotda lug'atni, so'zning lug'at qismini inchikilab ichiga kirsak, aslisi falaha so'zidan chiqarilgan so'z bo'lib, bir dehqonchilik qilganni falaha deydi. Yani dehqonni odatda arabchada nima deydi? Fallah deydi. Muflihun ifodasini qo'llanishi Alloh subhanahu va taoloning bu yerda bizga bir nuqtani ifodalaydi. Yani bir dehqonchilik uqumi bilan bir dehqonchilik qilgan odam yerga ma'lum darajada urug' soladi. Yani o'zi yeyotgan ashliqini yerga teriydi. Voz kechib. Ma'lum darajada ter to'kidi, japoliq ishlaydi. Ve mahsulot yig'ilganda bo'lsa, bütün haduqlari, tatqan bütün japaları qana qiladi, unutiladi. Haduq chiqadi shu vaqtda. Yani bir narsaga erishidi. Muflihun degan iborat bir narsaga erishguchilar deb tushunsak bo'ladi. Bu yerda men nima demoqchi desa, utuq qozong'uvchi bilan nijot topquchining farqini tushundirmoqchi. Utuq qozong'uvchilar hayotda, bayatın deganimdek isil öylege erişişi mümkün. Şuna mı hayatta? Maşinlar erişişi mümkün. Yukarı mensep erişişi mümkün. Ama hayatta davam qilib qolgan ve erişken şu narsa bilan mangu yaşagan bir adam bormi? Undaqda hech kim inkor qilmaydi. Undaqda Qur'on Karimdagi va allaysa lil insani illa ma sa'a degan oyatni qanday bu hayotdagi insonga berilgan bir yo'l ko'rsatma xaritalarining birisi. Inson tirishqin qaytadi. Biz shuni kutyapmiz. Inson o'zining tirishqin qaytadi. Agar insonning hadafi nishoni dunyodagi ishlar bo'lib qolsa, inson bunga erishadi, ammo dunyoda mangu turolmaydiganligi rost. Men hozir bir nuqtalik bir savoldan birini so'rayapman. Hayotda musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, hayotda mangu yashayman deganlar bormi? Yo'q. Hammasi ketadiganligini e'tirof qiladi. Isil mashinasi olimi ketadi, isil uyi olimi ketadi, nüfus huquqdorlari ketadi. Bu ketganlar erishgan bo'lmaydi. Bular yashab o'tib ketgan bo'ladi. Muflihun degan ifoda nimani ifodalaydi desa, eng oxirida sen bir narsaga erishsa deyapti. Nog'anda inson o'zininki tam asosiy g'oyasini kelgusida bir narsaga erishish qilish kerak va shu g'oya uchun kurash qilish kerak va shu g'oyaga oxiriga qadar bardoshlik qilish kerak. Bu boyimning imtihoni va kambag'alning ham nimasi imtihoni. Masalan, Alloh subhanahu va taolo hayotni mana ikki xil tasvirlaydi. İnsanlarning ishlarining har xilligini "Val-layli iza yaghsha wan-nahari iza tajalla va ma khalaqa-z-zakara wal-unsa" deb bo'lib oyatning oxirida "Inna sa'yakum lashatta." İnsan har xil yo'l tutadi. Shu inson o'zining tutgan yo'liga yetishi mumkin. Oyatni siz o'qigan oyatmi shu? "Allaysa lil-insani illa ma sa'a." Ammo bu yerdagi buyuk utuq oyatdagi muflihundagi oxirida nijot topudi deb tarjima qilgan. Oxirida bir narsaga erishadiganlar kim u desa, tam asosiy maqsadni tushunganlar, asosiy maqsadni o'ziga hadaf qilganlar. Zamin yuzida hozir 7 milliondan ortiq inson bor. Har insonning bir ishi bor. Kallasida bir xiyoli bor, bir nishoni bor. Inson o'zi bilib bilmay shu nishon tarafga qarab mangadi. Ammo cho'ng nuqtadan inson ikki turli qiladi. İnsanın umuman nima ish qilsin, umuman holatda ikki yo'lga kiradi. Birisi fa amma man a'ta wattaqa va saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yani hayotini töhbə qo'shish boshqalarga berish bu asosda qurganlar. Bu bir biliklar. Yani hayatida men ish qilaman deb o'tib qizdiganlar. Men olaman deb emas, men qana qilaman deb, beriman deb.
Allah bergeni, başlar biliş. O Allah bergenligini pul mal dunyoga qarashliq emas. Bir insonning hayotini devatimiz hamda. Hayotda inson birilgan imkoniyatning hammasi insondagi bir vazifilik bir imtiyozlar. O'zining dini, o'zining millati, o'zining vatani uchun bir töhfa qo'shish asosida hayot qurganlar. Bu bir. İkinci türlükü qaysi? Ve amma men bakhila vastaghna. Yani baxillik qilganlar o'zining hayotiga. Vastaghna ki o'zini hayotda men o'zim bir kishilik yashayman. Menga boshqalar nima emas, kerak emas. Oldingi oyatga diqqat qilaylik. Fa amma men a'ta. Hayotini bir ish asosida qurganlar. Vattaqa deganni nima tarjima qilamiz? Normalda taqvo deb tarjima. Uni tarjima qilsak ba'zi nuqta tushunilmaydi, shu. Vattaqaning asli ifodasi hayot manhijiga to'salg'ulik qiladigan va buni hayot manhijidan yong'ib chiqaradigan har qanday ishdan saqlanish degan gap asli. Yani hayat ta'limotini, Allohning hayat ta'limotidan chetne turadigan har qanday ishdan qana qilish, saqlanish. Yani hayat qurilishi bu amaliyat oyatida dilayotgani. Ikki xil insonning hayot qurilishi. Birisi hayotini bir ish asosida qurgan va bu yo'lda xato ishlardan saqlangan, xatolikdan o'zini qana qilgan, saqlagan. Bu bir insonning hayoti. Ikkinchi hayot yo'q. Men degan bermaydigini, men degan qana qildigini oladigini. Menga boshqalar kerak emas, vastag'na. Men o'zim yashaydigan odamman. Topgan pulni o'zim yashadim, topdim. O'zimning tirishib topdim, o'zimning ilmiga asosan topdim bu guruhga. Bu ikki guruhning 5'ida kim bor? Yani bu ikki guruhga bir nom qo'yaylik. Birinchi guruhga payg'ambarlar yo'li. Ikkinchi guruhga hayotdagi kuchliklar yo'li. Payg'ambarlar yo'li qalblarni egallaydi. Payg'ambarlar yo'li boshqalarga berish uchun yashaydi. Yani boshqalar uchun yashaydi. Kuchliklar yo'li elish uchun yashaydi. Berish uchun emas. Va boshqalarni o'zi uchun yashaydi. Takrorlasak, payg'ambarlar boshqalar uchun yashaydi. Berish uchun yashasa, mana kuchliklar elish uchun yashaydi va boshqalarni o'zi uchun yashaydi. Mush munosabat bilan payg'ambarlar qalbni egallaydi. Kuchliklar insonning jismini egallaydi. Payg'ambarlar keynida madhiyalanadi. Kuchliklar oldida madhiyalanadi, ammo orqasidan qanday qilinadi? Tillanadi. Tam insonning oldiga bu ikki yo'lning birini tanlash keladi. Ya u yo'lni tanlaysa, ya bu yo'lni tanlaysa. Bu yo'lni tanlashda sening boy bo'lishing, namrat bo'lishing hammasi o'xshash. Dedik ya, hayotda turli narsalar imtihon shaklida insonga tarqatilgan. Ba'zilarga boylik berilgan imtihon sifatida, ba'zilarga kambag'allik berilgan imtihon sifatida, ba'zilarga ojizlik berilgan imtihon sifatida, ba'zilarga kuchliklik berilgan, hatto insonning uruq bo'lishi, simiz bo'lishi, ba'zilarning aqlninki o'tkir bo'lishi, ba'zilarning aqlning kasat bo'lishi. Mush ishlarning hammasi insonning qo'lidagi bir nemo imtihon qog'ozi. Inson o'ziga berilgan shu imkoniyat bilan ya ayolni tanlaydi, ya ma yo'lni tanlaydi. Endi mishada bir gapni qo'shib qo'yay. Bizning bu gapimizning qandaqdir kambag'allikning bir suyumlik ekanligini ifodalamaydi. İslam hech kimning kambag'al bo'lib qilishni xohlamaydi. Kambag'allikqa ham qana qilmaydi, qiziqtirmaydi. Ammo masala nima desa, bir odam tirishdi, ammo taqdir kambag'allik bo'lib qoldi. Chunki hamma odamning nima bo'g'isi bor, boyog'isi bor. Hamma odamning kuchli o'g'isi bor, ojiz o'g'isi yo'q hech kimning. Ammo ojiz bo'lib qolgan bir ahvol bor. Hayot yashab baqqalar tushundi buni. Hatto hayotining bir birlik vaqtida boy, kuchli bir birlik vaqtida ojiz, namrat yashaydigan ahvol bor. Bu insonning ba'zi vaqtda irodasidan chiqadigan bir ish. Ashta bo'lib qolgan ahvol ostida imtihoningdan sog'lom bir shaklda o'tgan gap.
Yani texmi azroq konkretlashtirsak, boy o'zining topgan yoki o'ziga berilgan imkoniyat, mol, mulk bilan kambag'allarning haqqini joyida qanday qilsa, ado qilsa, mutakabbirlashmasa, qilishga tegishlik, sarf qilishga tegishlik o'rinlarga sarf qilsa, bu uning imtihondan o'tgani. Kambag'al boshqalarning mol mulkiga ko'z tikmasa, harom yo'llarga mangmasa, iffetlik olsa, o'zining izzatini saqlasa, bu uning imtihondan qanday qilgani, o'tgani, masalan bu shaklda. Yani bu hayat bu şekilde imtihan şekilde çaylık tanışalken her adamның özgüçlük bir imtihanı var. Hatta çaylık yaratılgan bir adam bilen set kürümsüz yaratılgan adamның özgüçlük bir nimesi var, imtihanı var. Hemmesi özgü birilgen imtihan kağızdan ötüdü. Şuna bu sualның ahırısında xulasılısam kembag'allik ve baylık deydigan iş olmaydı Allah'ın aldıda. Bizge nispeten mao kembag'al mao baylık tuyuludu. Allah'ın aldıda bular nima? Fakat özünün imtihan kağızını qanday qilyapti? Elyapti bular faqat. Hurmatli qarindoshlar, suhbatimiz fiqr miskinlarga islomiy axloq bilan muomala qilish haqida davomlashyapti. Yuqoridagi so'zlardan ustoz Muhammad Ali Alloh subhanahu va taoloning boyni kambag'al bilan, kambag'alni boy bilan sinaydiganligi, boy Alloh ato qilgan mol dunyodan iborat bu sinoqdan o'talish yoki o'talmasligini mumkin ekanligi, shuningdek kambag'almi fiqrlik bilan sinilib undan o'talishi yoki o'talmasligi mumkin ekanligini tushunib o'tgan bo'ldik. Umuman ilib ketgan vaqtida dunyo, mol dunyo inson uchun sinoq va imtihon degan bir xulosaga kelgan bo'ldik. Biz endi jamiyatdagi kambag'allar bilan sinildigan iqtisodli kishilar sinfi bilan bir tanishib chiqsak endi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de in tubdus sadaqati fa ni'mahi ve in tukhfuha ve tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khayrun lakum deydi. Undaqda fakir miskinlarning boylar ustidagi haqlari nimalardan iborat? Endi yuqori degandek hayotda har adam bir imtihon qog'ozi bor qo'lida. Boylarning imtihon qog'ozi boyligi, kambag'allarning imtihon qog'ozi kambag'alligi va boshqa har imkoniyat berilganlarning imtihon qog'ozi o'zining berilgan imkoniyati, nopuzlarining nopuzi, huquqlarining huquqi, yuz obro'yining yuz obro'yi. Shu asosda boyning iqtisodlik kishilarning ahvoliga kelsak, bularning qo'ldagi iqtisod, bularning imtihon qog'ozi shu. Alloh subhanahu va taolo zamindagi hamma odamni boy qilibsa, qivati beradi. Masalan, ayt oddiy. Yoki ayirib musulmonni ma planetda, kafirni yana bir planetda, boyni bir planetda, namuratni yana bir planetda. Bunu Allah xalqini qila oladi. Ammo Alloh subhanahu va taolo hammalarni bir zamin ustida yashaydigan qildi. Birla vaqtda jamiyatimizning o'zida boymi bor, kambag'almi bor, ojizmi bor, nima bor, kuchlikmi bor. Har birisi o'zidagi ahvoldan qana qilingan, imtihon qilinadigan bir holatda yaratdi. Buning o'zi nima desa, imtihoningdan joyida o'tdi. Chunki har bir o'ylanning qog'oziga savol o'xshamaydi. Boyga qo'yilgan imtihon savoli bilan kambag'alga qo'yilgan imtihon savoli o'xshamaydi. Boyning savoli nima? Sening ma boyliqing sanglam berilgan boyliq emas. Atrofingdagi kishilarning nimasi bor? Haqqi bor. Çoxum sen o'rtaqlashing kerak. Sana berilgan imkoniyatni boshqalar bilan qana qilishing kerak, paylaşishing kerak. Endi musha kelgan vaqtda endi men takror qistirib qo'yay. Bizning suhbatimizdan hech qachon namuratlik, kambag'allik boyliqdan yaxshi degan gap chiqmaydi bu yerda mutlaq. Tabiiyki Payg'ambar alayhisalom Abi Hurayradan rivoyat qilingan bir hadisda shunday deydi: kuchlik mu'min aciz mümin qarğa vaqtda Allahqa texmi nima suyumlik. Nimishqa? Chunki inson kuchli bo'lgan vaqtda buning tanlash imkoniyati ko'p bo'ladi. Yaxshi ishlar, son-sanoqsiz yaxshi ishlarni qilish imkoniyati bo'ladi. Bizning dunyoga yaratilish maqsadimiz nima? Bayatdanqi suhbatimizning boshida o'qigan 2 oyatga ko'ra yaxshi ish qilish. Biz yaxshi ish uchun kelgan, yaxshilik bizning jannatga kiradigan badilimiz, yani biletimiz aniqlaydigan vaqtda.
İnsan güçlü olgan vaqtda özünün şu iqtisad cəhəti güçlü olub qalsa, iqtisadi imkaniyyəti bilan nurgun işlarni qila oladi. Bir adamның huquqi olub qalsa, əməldə olub qalsa, bir imza bilan nurgun işlarni qila oladi məsələn. Məktəblərni sala oladi iqtisad bilan. Məscidlərni sala oladi, kambag'allarning ahvolidan xabar ola oladi. Nurgun yaxshi planlarni o'tirg'i qo'yib, işsizlarni ishga qana qila oladi, o'rinlashtira oladi. Məsələ baylık, kambag'allik masalasi emas, har biridan talab qilingan ishning joyida bo'lish masalasi. No'g'anda Alloh eng suyimli bo'lgan odam, Allohning nazar imtihon o'tgan odam, boy olsun, boycha imtihonini o'tgan odam, kambag'al olsa, kambag'alcha imtihondan qana qilgan o'tgan odam. Shu asosda boylarning imtihonisi nima? Üzgü birilgen imkaniyetin qırındaşlardan qana qilish, o'rtaqlashish, imkoniyat yar baginicha atrofdagilarga yordam qilish bu baylarninki imtihonisi ve kambag'allarning haqqi ularning mol mulkidagi. Deganimizdek Alloh uningdagi molni buningga basi beralaydi. Yoki hech kimga ehtiyoj olmaydigan shaklda bab barobar qanday qilib o'talaydi, yaratib o'talaydi osonda, ammo uningga badi cho'qim bu yerda bir narsa bor. Maqsad qilingan narsa u olsa-mu, samirilgan payliqdan boshqalar bilan o'rtaq qana qilgan paylashgan da'vatdir. Yuqoridagi so'zlardan boyning, ya'ni iqtisodli kishining mol dunyosida yo'qsullarning haqqi borligi, islomning insonni faqirlik chaqirmasdan balki to'g'ri yo'l bilan iqtisodiy egilik tiklash targ'ib qildiganligi xulosalandi. Undaqda islom horliqdan kelib chiqqan yo'qsullikqa qarshi turamdi qanday? Savol nihoyat go'zal savol oldu. Horliq, kambag'allik, yo'qsullik 3 xil oldu. 3 xil tufaylidan inson kambag'al oldu. Birisi qadar kambag'alligi. Yani inson ishlayolmaydi. Bir meyib deyli, yoki aqli kamtuk yoki ishlash imkoniyati yo'q bir sharoitda yashashga majbur. Buni biz qadar kambag'allik deymiz. Bu ma'zur. Bunu biz ayıplayolmaymiz. İkincisi xajlash kambag'alligi deb tushunsak bo'ladi. Sana berilgan mol-mulkning hammani mayli yaxshi yo'llar olsun, hammani xajlatib oxirida o'zing kambag'al bo'lib qolding. Bu ikinci türlü kambag'al, xuddi Abu Bakr radhiyallohu anhuga o'xshash. Üçüncü xil kambag'allik, Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasulullohning qashqa bütün mol-mulklarini shu jang hozirlik uchun kelgan vaqtda oilangga nima qilib qo'yding desa, Alloh va Allohning rasulini qo'yib qo'ydim. Bu shaklda kelgan. Bütün bir qurush qo'ymay. Bu ikincisi. Üçüncüsü hurulluq kambag'allik. Ya'ni ishlash imkoniyati bor. Ama ishlash egri kelib, voy kuniga 8 soatni ishlamdim, 10 soatni ishlamdim. İşlavatqan yerda telefon o'ynag'ili qo'ymaydi ekan, masalan. Uni qig'ili qo'ymaydi ekan, buni qig'ili qo'ymaydi ekan, bahona sabablik ishlamay kambag'al bo'lib qolgan kishilar bor. Bu 3 xil kambag'allik bor. Buning ichidan qadar kambag'alligi. Buningga o'zi birimiz. Bütün mal mülklerini chiqarib etib, hajlab etib, kambag'al bo'lib qolishmi, buni islom qabul qilmaydi. Faqat Rasulullah Abu Bakr radhiyallohu anhudan qabul qilgan, qolganlik emas. İnsan o'ziga berilgan imkoniyatning hammani hajlab o'tishga majbur emas. Chunki u mol-mulkda avvalan o'zining ve o'zining atrofidagi bolalarining, oilasininki ve o'z mas'uliyat doirasidagi kishilarning haqqi bor. Shu vaqtda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shu vaqtdagi ehtiyojga ko'ra Rasulullah'ın çaqırışıga ovoz qo'shib, barliq mol-mulkini o'tirib to'kkan. Masalan, boshqa sahobalar, boshqa xalifalar masalan, ba'zi nisbiy uy qo'yib bunda ichiq qilib, yana Umar radhiyallohu anhu'ninki bu vaqtda fidokorlik ko'rsatganligini madhiya qilgan bir ahvollar bor. Ammo shundaqdimi bu ishninki faqat lakim Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan ham cheklanganligini. Rasulullah'ning so'rgan bir savoliga diqqatimizni tortdi. Xo'sh. Balaga qangan nima qo'yib qo'ydim? Bu savolning o'zi islom hammani hajlab etishni, hatto Alloh yo'lida bo'lsa. Alloh yo'lida bo'lsa hatto jihad yo'lg'ima bütün hajlab etishni xohlamaydi. Islom uni tashabbus qilmaydi. Rasulullohning bolalarga nima qo'yib qo'yding degan ifodasi shuni ifodalaydi. Ammo Abu Bakr radhiyallohu anhuning islomda
alayda bir o'rni bor. Har ishda Rasululloh bilan Makkadan Madinaga hijrat qilish yo'lida olsun. Rasulullah'a tunç olup iman eğitiş meselesi de olsun. Ve ondan keyinki hatta Resulullah dost tutuş doğru kep kalsa Ebu Bekir'in tutattım diye yerleri de olsun. Özü kesel vakitte özünün ornuğa Ebu Bekir'in çıkırış meseleleri de olsun. Resulullah dünyadan ketkendiğin keyinki Resulullah'ın halifesi oluş meselesi de olsun. Resulullah Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ki bir Allah'aydı ornu var. Bu yüzünden başkalardan kabul kılmagan bazı ahvallarını Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kabul kılgan. Şu başka bir yerdeki bütün mal mülkünü sarf kılışını mı şu noktadan kabul kılgan mı mümkün. Ama İslam onu hiç kim başkalarına teşebbüs kılmaydı. Ama üçüncüsü hurulluğu tam bizdeki bulapmı şu bizning millet İslam dünyasındaki umumlaşkan bir kesel. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Taala bir buyruk şekilde bir ayette ve enfiqu fi sabilillahi ve la tulqu bi aydikum ila tahluka. Sizlar Allah yolda çıkım kılanglar, pul harclanglar, ama üzanglarni nimaga tashlab etmanglar? Halokatga tashlab etmang. Mishadiki halokatga tashlab etish ikki xil hukmni o'z ichiga olsa kerak. Birisi inson hajlashga tegishli o'rinda hajlamay, sarf qilishga tegishli o'rinda sarf qilmay, jamiyatning ehtiyoji, musulmonlarning ehtiyojini qondirmay, balkim tugashishi mumkin, halokatga tushishi mumkin. Yana birisi hajlash normal olmay, haddan eshib butun mol mulkini hajlutib qilib, andan inson halokatga tushib ketishi mumkin. Oyatdan ikki xil mazmun chiqish ehtimoli bor. Shu nuqtadan biz bu yerda xulosalasak mazmunni, bizning rad qildig'imiz qaysi? O'rinliq tin kep chiqqan kambag'allik. Buni aslo va aslo islom qabul qilmaydi. Hatto bir odam tirishidi, ammo kambag'al. Kambag'al o boshqa. O boshqa. Ama tirishmasdan, ishlamasdan, ishlayoladigan holati turib ishlamasdan kambag'al bo'lib qoldi. Uni islom rad qiladi. Hatto sadaqat deymiz, zakat masalalariga kelgan vaqtda zakatning birildigan o'rinlaridan birisi miskin bilan kambag'al. Agar miskin bilan kambag'al ishlayoladigan holati turib, ishlaydigan imkoniyati turib, ishlasa o'zi normal qamdiyoladigan holati tursa, unga qana qilmaydi, berilmaydi. Cho'qim jamiyatdagi eng imkoniyati yo'q. İqtisadi imkoniyati yo'q ama iqtisadi imkoniyatdan ortiq ishlash imkoniyati bo'lmagan kishilar an u yerdagi kambag'al, miskindan maqsad qilinadi. Ba'zi bir inchki tashrishlar qaragan vaqtda shu gapimning oyoqqa qolib qolgan boya. Taraqqiy qilayotgan davlatlarda bunda bir odam ishladi desa, buning shu uzluksiz ishlayotgan vaqtini hisoblab bular. Demamay. İnsanların muqim ishlayotgan holatini hisoblab taraqqiy qilgan davlatlardagi kishining ishlash soati bir kunda 6 soatga to'g'ri kelibdi. Ama ba'zi qaloq taraqqiy qilmagan iqtisodiy ojiz davlatlardagi kishining ishlash minut deb aqsimdan chiqib qoldi. 17 minutga to'g'ri kelgan ahvollar bor ekan. Yani bir kunda 8 soat ishlaydigan inson, shu 8 soat ishladiki, izchil ishlaydigan vaqti 17 minutga. Hem de müşahidlam kurvasak bunu dünyada bir kanuniyet var. Bu kanuniyet kafirga müşüpet işleydi, Müslümanga müşüpet işleydi. O olsa mı işlesen irisse. Leysa lil insan illa ma sa'a. İnsan hurullik qilib hech nimaga erishmaydi. Shunga biz o'zimizni taraqqiy qildiramiz desa, inson ishlash kerak. Bir o'ylasa odamning ichi ochiq qoladi. Oyada 6 soat ishlaydi kunligiga deyli. Bizde şu 17 minut 20 saatga to'g'ri keldi ekanimda. Endi izchil ishlagan vaqt, qolgan vaqtlarda choy ichdi, qopdi, o'ltidi, telefon qaradi, uni qil. Endi bir millat 6 soat ishlasa, yana bir millat 20 soatga bo'lmasa uning ishlagini qanday millat millatdan olib tushdi. Qanday o'zining ahvolini o'ngshaydi. Shu ummat bu nuqtada, millat bu nuqtada diqqat qilish kerak. Ya'ni kambag'allik deplam İslam baylarning mol mulkida kambag'allarning haqqini bekitdi degan gapga tayin olib bilan ishlamaslik va o'zini kambag'al ko'rsatib bu holatga kirish bayatni o'qigan bir asardiga o'xshash. Qanday bir odam boyning qishig'i kelib o'zining kambag'alligini, bechorligini ko'rsatsa, 3dan 2 dini ketdi degan bir asarni o'qidik ya, balkim shu yerga birib qilishimiz mumkin. Yuqoridagi
va anfiqu fi sabilillah va la tulqu bi aydikum ila tahluka va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin degan bu oyatga va anfiqu fi sabilillah, ya'ni bu iqtisod egasi bo'lgan kishilardan Alloh ato qilgan mol dunyoninki belgilangan, shariatda belgilangan bir qismini faqir miskinlarga sarf qilishini ko'rsatdi. Bu vaqtda biz muhojiratda yashayotgan qarindoshlarimizga bir ikki qiz 30 sekund atrofida so'z qilib o'tgan bo'lsak. Endi biz ko'rdik, his qildik. Bir millat xor bo'lsa, buning beyimi xor bo'ladi, kambag'alimi xor bo'ladi, ayol hammasi xor bo'ladi. Bir millat zavalliq yuzlansa, shu millatga oid hammadan zavalliq yuzlanadi. Bir millat utuq qozonsa, hammasi utuq qozonadi. Endi bizning iqtisodiy kishilarimiz yo'q emas ba. Hali obdan iqtisodni shu muhojirat yashayotgan kishilarimiz bor. Men endi bu haqda ortiq gap qilgim yo'q, ammo bir umidim iqtisodli kishilarimiz iqtisodidan foydalanib bizning muhojiratdagi millatga bir chiqish yo'li tepish kerak. Iqtisodiy jihatda. Allah subhanahu va taolo bir millatning iqtisodini ashunga o'xshash bir necha odamning quliga bika-bika yig'ib qo'ymaydi. Shular iqtisodni mushaga achqalg'anga o'xshash boshqa kishilarga mu achqishni nisb qilsa qildi Allah subhanahu va taolo. Ammo necha 10 kishiga, balki necha 100 kishiga iqtisodni achqishga nisb qildi, iqtisodlik qildi, qolganlarni iqtisossiz qildi. Bu yerda ciddi bir şekilde imtihan meydanı ortamda var iqtisodchilarga. Men pulni bir ishni tashabbus qilmayman ko'pincha. Shaxsan mening tashabbusim iqtisodli kishilarningki iqtisod kishilarga pul bir ishni tashabbus qilmayman. Mening tashabbusim nima desa, mushu iqtisodli kishilar o'zining qanchalik foyda olishini qayirib qolib turib, millatning manfaati uchun ba'zi iqtisodiy planlarni tuzish kerak. Bazı zavod korxonalarni qurish kerak. Savdo turlarini echish kerak. İşlab chiqarish liniyalarini qurish kerak. Va bu yerga bizning millatdan kishilarni ishiltish kerak. Ashla shaklda birisi ishlab chiqarishga to'hfa qo'shgan bo'ladi. Kishilarimizning saviyasi oshadi va bu yerda o'zim shu planni o'tirib qo'yganlarmi, balki katta foydalarni olishi mumkin va boshqa ixtisossiz kishilarmi, iqtisodi yo'q, kambag'al kishilarmi shu orqali o'zining hayotini normal kechiradigan bir holat shakllanishi mumkin. Mening tavsiyalarim bu yani. Allah razı olsun. Hürmetli görme arkadaşlar. Şunun bilen bizning huquq va majburiyat nomli suhbatimizning 15 bölümü bu yerda oxirlashadi. Bu munosabat bilan ustoz Muhammad Aliga chin qalbimdan rahmat aytaman. Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxirat yaxshilik ato qilsin. Va bu suhbatimizni ko'rgan, ko'rayotgan va paylaşgan boshqa masalan Facebook va YouTube'lar orqali taratgan qarindoshligimiz Janob Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxirat yaxshilik ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'rishguncha omon bo'linglar. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون